Mana shu uyimiz bizlarni 33 yildan buyon shu uyda yashaymiz. Boshqa bizlarda yashaydigan uyimiz yo'q. Men Narmetova Sanobar 33 yil o'qituvchilik qildim. Mana shu uylarimizni o'zimizni mehnatimiz bilan o'zimiz qurib, o'zimiz barpo etgandik. Boshimizga yomon kun tushib, nevaram og'ir kasal bo'ldi. Shunga uyimizni sotib, nevaramni chet elga davolashga olib bormoqchi edik. Bahodir ismli bola bilan tanishib, u bizni uyimizni bank orqali sotib beraman, yordam beraman deb. Bahodir, siz yoshingiz katta, sizga bank pul bermaydi, shuning uchun meni jiyanimni nomiga o'tkazamiz, uni ham firmasi bor, o'sha firma orqali sizga bankdan pul olib beraman uyingizni deb bizlarda aldov yo'li bilan uyimizni jiyanimni nomiga o'tkazdi. Hozir keyin bir haftalarda pulni chiqarib beraman dedi. Lekin vaqtlar o'tdi, u pul bermadi. Nima desak, bankdan gapirgan, bankirlar bilan gapirgan gaplari, yozuvlarini bizga jo'natib turdi, har xil yolg'onlar bilan. Keyin bilsak, Bahodir 3 kunning ichida boshqa birovga, arzon garovga uyimizni nomiga o'tkazib yuborgan ekan.